Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizi devamlaştırırız. Cungo'nun yer şari iqtisat kengaymiçiligi, TPP'nin çeklemesi uçuraydı mavzulu haber. 10. ayının 7. günü Büyük İrat orbitede ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Tinç Okyan'dan alqıgan stratejilik iqtisat hemkarlık gelişimi. 10. ayının 5. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının Atlanta şəhər minister dərciliklə yığınında imzalanğandan keyin bütün yer şarının diqqət etibarını qozğadı. Prinsip cəhətdə gerçi her qandaq bir dövlət TTP kelişimiga a'zo dövlət bo'lib kiralaydi deyilgan bo'lsa-mu, lekin TPP kelishimiga a'zo bo'lib kirishning shartlari navbatda Jungo Kompartiyasi uchun osmonga chiqishdanmi qiyin bir ishdir. Şunu Jungo'nun yer shari xarakterli iqtisod kengaymichiligi hamda mushu yerda cheklanadi yoki mushu yerda oyoqlashadi. TPP kelishimiga asoslanganda TPP kelishimiga a'zo bo'lgan davlatlarning siyosiy tuzumi erkinlikni hurmat qilish kerak. Diqqat vatandoshim. TPP savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarning siyosiy tuzumi erkinlikni hurmat qilish kerak. Demokratiyani hurmat qilish kerak. Kishilik huquqni hurmat qilish kerak. Hammaga bo'lib keladigan qadr qimmat qarashlarini hurmat qilish kerak. TPP kelishimining bir tutash boshqarish o'lchamlari savdo tijorat erkinligi va mulozimat erkinligini, pul birligi erkinligi va pul almashtirish erkinligini, boy tuzumida adolatchilikni, davlat egiligidagi shirkatlarni xususiy shirkatlarga aylantirishni diqqat vatandoshim. Davlat egiligidagi shirkatlarni xususiy shirkatlarga aylantirishni, emgak huquq manfaatini qo'g'dashni, muhit manbalarini asrashni, uchur erkinligi jumladan axborotchilik erkinligi, to'rbat internet erkinligi qatorliq erkinliklarni o'z ichiga oladi. Demek TTP'ga a'zo bo'lib kiralaydigan davlat va kiradigan davlat yuqorqi shartlarni hozirlash kerak. Jungoni hech kim derbozdan sirti qaqib chiqarib etmadi, marhamat. Menimcha bu savdo kelishimi Jungoni chaqirdi, Yaponiya chaqiriq qildi, qatnash dedi. Lekin shart yuqorqi shartlarni, erkinlikni hurmat qilish, demokratiyani hurmat qilish, kishilik huquqni hurmat qilish, axborot erkinligini qo'yib o'tish, tor beti erkinligini qo'yib o'tish, mushlarning hammasini Jungo qila olamdi yo'q? Qila oladi. Bir eg'iz gap. 1978-yil 11-navbatlik 3-umumiy yig'inda Jungo Kompartiyasi sinfiy kurash oyoqlashdi degan edi. Angacha Mao'zdan 26 yil sinfiy kurash bilan davlat boshqardi. Demak, sinfiy kurashni bar desang bar bo'lgandak, oxirlash desang oxirlashgandak, bugun kunda mustabid tuzumni oxirlash desang oxirlashadi. Demokratik tuzumni yo'l qo'yamiz desang yo'l qo'yg'ili bo'ladi. Jahillik nima? Millatchilik. Asos yo'q millatchilik. Körenlikni asas qilgan millatchilik. Xitoy millatchiligi bu mavqedan voz kechmayapti. Shunga bugun Xitoy Kompartiyasi va Jungo TPP kelishimining darvozasining sirtida qoldi.